Bir mahallada yoshi 28 ga yetgan bir yigit bor ekan-ku, lekin uylanmagan ekan. Butun mahalla ahli hayron bo'lmuş. Bu yigit nega uylanmaydi? Toparman, tutarman, bir qo'lida hunari bor yigit bo'lsa, kelishgan, bir chiroyli yigit, yoshi 30 ga boryapti. Bu tengilar bolasi maktabga boryapti. Bu nega uylanmaydi deb butun mahalla hayron bo'lmuş. Bir kun bir har bir keksa onaxon yo'ldan chiqib qolib, to'xtatib so'rab qoldi: "Ey o'g'lim, yoshingizdan bilaman. Shu yaxshi bir bola bo'lib katta bo'lding, yoshing 30 ga boryapti, qarib qolyapsan axir. Nega uylanmaysan?" desa, haligi bola dardini aytayapti demiş. "Onajon, meni dardim og'ir. 8 yildan beri mana shu dard bilan yashab kelyapman. O qizni topsam ham ayamga ma'qul emas. Bunisini topsam ham ayamga ma'qul emas." desa, haligi onaxon, "Unda sen ayanga o'xshagandan topgin, ayanga ma'qul bo'ladi" desa, "Ayamga o'xshagandan topsam, dadamga ma'qul emas" dermish. Bir yigitni nuqul onasi urusharmish. "O'g'lim, qachon uylanasan? Bitta o'g'ilsan, opalaringni, singillaringni chiqarib yubordim. Sen qachon uylanasan? Hali uylangin, bir to'y ko'raylik. Meni ham sandiqqa sangatab yig'ib yurganlarim bor. To'yini ko'rib ketay. Yoshim o'tib qarib qolyapman" desa, hali yigit "Bo'ldi ona. Uylanishga qaror qildim, faqat bitta shart bilan. Shu qator qizlar olib kelaman, ichidan faqat shu kelin bo'ladiganini topsangiz, demak ana shunda uylanaman. Topolmasangiz to'y bo'lmaydi" desa, onasi "Bo'ldi, olib kelish bittada ko'rib tanlab top beraman" desa, hali yigit 3 ta qizni olib kelib qator qilib qo'yib, "Qani ona, endi aytingchi, mana shu qizlarning qaysi biri sizni keliningiz?" desa, bunday qarab, "Anja ho, chetdagi qizil kelgan meni kelinim" desa, hali bola qoyil qolib, "Qoyil onajon, to'g'ri, lekin qayerdan bildingiz?" desa, "Chunki ana shuga qarasam tilim qichyapti" turmush.